hozirgi zamonda asosiy kasallik kelib chiqishiga sabab bo'lgan narsa asab sistemasi. Asabga hamma narsa bor. Hozir yosh bola ham asabiy, katta odam ham asabiy. Asab sistemasi hamma yo'lda boshqa. Miya hammaga hukmdor. Qon kamligi deymiz. Qon kamligi tagida ham asab turadi-ku. Qon yaratuvchi a'zolarga boradigan nerv sistemamizda ham o'zgarish bo'ladi va har qanday stresslar shu sistemani ham buzib tashlaydi. Ichak faoliyatini olaylik. Ichak faoliyatini ham asab sistemasi buzadi. Hamma yo'lda. O'shaning uchun hozir asab juda tang mahalda ona qornidagi bolalar asab sistemasi o'zgarishdan tug'ilyapti. Ikkita chaqaloqdan bittasida miya davleniyasi, chirkni davleniya. O'shaning uchun birinchi o'rinda hamma yo'q yetarli olib qarasa, yemish, kiyish, xotirjamlik bo'lishi kerak. Lekin odamlarda tang ahvol bu umrni qisqartiryapti, ishchanlik faoliyatini pasaytiryapti, aqliy faoliyatni pasaytiryapti va organizmdagi turli kasalliklarga olib kelyapti. Masalan, onkologiyani olaylik. Onkologiyada ham asosan ko'p narsaga asab sababchi, to'g'ri, nasliy omillar ham bo'ladi. Masalan, organizmda plazmatik hujayralar ishlab chiqaradi va bu plazmatik hujayralar onkologiya moyil hujayralarni o'ldirib turadi. Endi odam kuchli stressga tushganda shu jarayon ham buzilib ketadi. Natijada o'sha o'ldirilayotgan onkologiya hujayralari rivojlanib olib, onkaga ham sababchi bo'lishi juda ko'p misollar. Masalan, birdan bitta farzandi avariya bo'lib o'lib qolgan ayollarda 2 yilda bo'yin onkologiyasini o'zim ko'rganman yoki hech qancha o'tmay jigar onkologiyasini o'zim ko'rganman. Unda student edim. Nerv sistemasini hozir 2-kurslarni o'qiyapmiz. Buni bolalar yaxshi o'qish kerak. Iloji boricha shu asabni chiniqtirish va xotirjam hayotni yo'lga qo'yish va sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz kerak.